Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 9-oktyabrdan 12-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 9-10 oktyabr kunlari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. 11-12 oktyabr kunlari kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 25-30 darajani tashkil etadi. Ushbu kunlari respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 9-oktyabr kuni 16-21 darajagacha ko'tariladi. 10-12 oktyabr kunlari esa 18-23 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.